Ko'p ayollarimizda tug'ruqdan keyin siydik tutolmaslik holati yuz beradi. Buni hozir sababini ko'rib chiqamiz. Bu bachadon, bu esa siydik pufagi. Endi aynan tug'ruqdan keyin siydik pufagi qinni oldingi devoriga ustida turadi, qo'shni bo'lib turadi. Hozir olib ko'rsataman. Mana shunaqangi holatda turadi. Shuning uchun ham ayollarda tug'ruqdan keyin qin devorlari agar tushib pastlab qoladigan bo'lsa, siydik qopi bilan qo'shni bo'lganligi uchun peshobni oxirigacha chiqara olmaslik hissi yokida tez-tez chiqib ketish hissi, shunga o'xshagan holatlar kuzatiladi. Nima qilish kerak? Bunaqa holatda aynan kegel mashqlarini qilish ayollarga yordam beradi. Va bundan tashqari, mana bu qinni devorini yuqoriga ko'tarish maqsadida biz lazer yordamida intim yoshartirish amaliyotini bajaramiz. Bunda tug'ruq paytida mana shu aynan qinni kengayib bola chiqayotgan vaqtida elastin, kollagen tolalar uzilib ketadi va hattoki kasal holatdagi kollagenlar deb aytamiz va bularni qayta sintezi, sog'lom kollagen elastinlar sintezi paydo bo'lishi uchun, yangi karkas paydo bo'lishi uchun lazer muolajasi juda ham yaxshi yordam beradi. Endi kegel mashqlarini bajarganimizda esa mana bu qinni tubida juda ham ko'p muskullar joylashgan. Mana shu joyda shu muskullarimizning barchasi harakatga keladi va bachadonni tepaga ko'tarilishiga, qin devorlarini tepaga ko'tarilishiga kegel mashqlari ham o'z navbatida yordam beradi. Demak, ikkala protsedurani birgalikda bajarganimizda, ya'ni ham lazer amaliyoti, ham kegel mashqlarini bajarganimizda ayollarimizda juda ham yaxshi natijalarga erishamiz.